So, a good part of the day. So my name is Holbeck Olive, and I will be not the examiner. I will be a teacher for this lesson. So, can I have your name, please? My name is Arzein. So, what do you want to learn in English? Why do you need English in So general? I need for my work. Uh-huh. That's why I need to learn English. So, this is so nice. What exactly are you expecting from me, from my lesson, from this lesson today? I want to learn how to learn English in an easy way because I have some problems with like memorizing words and pronouncing it. Related to your job, right? Yes. Who do you work? Hmm? What is your work? Let's say. I am a soldier. You're a soldier. So nice. So today I have made a presentation, like kind of a roadmap to you how to learn English better for your, let's say, path work. So let's see how to learn. Today we'll be discussing about the 3 steps in English, how to learn English better for your job. And the second one is like what to learn, what exactly you need for your job, and how to pronounce words in English, right? In the correct way. So let's see. First, the things like mission, briefing, right? And tactical planning. So here, as you see, I have problems with my pronunciation as well. So yeah, example, we can see the example here. Team leader, right? I'll give you this task for homework as a home assignment after completing the lesson. And this one is going to be a map, which will be homework as well. And this one too. So, lesson name. Today we'll learn new vocabularies for your topic. So the second one, key vocabulary, right? For 2 minutes. So you should write down these words for your on your, let's say, notebook. Do you have? You should write down on your copybook or notebook like these 6 words, right? Telefon söz böyle. Okay. Here you have it. Yes, use it. Doesn't matter. So you have pen as well. So this is marker. I know. So yeah, write it down. So I finished? Yeah, you finished, right? So what does mission mean in Uzbek? Like, do you know? No. I guess siz bilasiz buni uygas berganman. Like it was your, let's say, previous homework, yeah? What does mission mean? Миссия. Миссия на русском языке, да? How about objective? Objective. Объект. Объект. Enemy. Враг. Враг, да? Как это читается? Unite. Unite? Not unit, right? How about this one? Root. Roots, not root, right? Как переводится? Report. Это отчет. Отчет. So nice. How did you learn? How many minutes? How much time did it take? Qancha vaqt oldi yodlashishga? Uyda? Yarım saat. Yarim soatda. Qanday qilib tez yodlash mumkin bizga bu narsani? Like, do you know how to learn it faster? No, I don't know. That's why I came here. Yeah, so nice. So we can learn them faster. Yes, there's one. Yüzülüp yig'mayapman. Hop, bularni yodlash uchun bizda zo'r texnikalar bor. Misol uchun qanday texnikalar bo'lishi mumkin? Переводni yozib yo'llash. Bunaqa qilsa ham bo'ladi. Bu asosan eskirib qolgan struktura, ya'ni texnikalardan hisoblanadi. Tezroq yodlash uchun biz mnemonika qilib yodlasak bo'ladi. Ya'ni so'zlarni o'zimizning tilimizga yaqinroq olib turib yodlasak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qil. Tasavvur, right? So, birinchi bo'lib turib buni mission so'zini yodlaymiz, ha? Mission. Buni qanaqa qilib yozilishini birinchi bilib chiqishimiz kerak. Ikkinchi qiladigan ishimiz buni talaffuzini eshitishimiz kerak. Talaffuzni eshitish uchun bizda so'zlar juda ham ko'p. Ya'ni Google'ga kirib turib, dictionary, Cambridge dictionary'da kirib turib, tekshirib turib eshitib ko'rishimiz mumkin. Yoki ChatGPT'dan ham o'sha audio versionini bilishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi talaffuz qilinishini internetdan bilishimiz kerak. Talaffuzini. Uchinchi qiladigan ishimiz nima ekan? Uchinchi qiladigan ishimiz biz misollar ko'rishimiz kerak. Misollar. Ya'ni ChatGPT'ga kirasiz,
man sizga ko'rsatib o'tirasizda ChatGPT'ni qanday ishlatish kerakligini, to'g'rimi? ChatGPT'ga kirasiz, endi mission so'zini yozasiz, birinchi talaffuzini ko'rdik, qanday yozilishini o'rgandik va menga kamida 5 ta turli xil misollar ber deydi. Ya'ni 5 ta turli xil misollarni ko'rganimizdan keyin 5 examples dedik. 5 examples. Example nima edi? Misol. Misollar. Yaxshi. 5 examples. Ko'ryapsizmi? Xatoni topa olmadingiz. Men topdim. 5 ta misollarni ko'rasizda ChatGPT orqali va undan keyin nima qilasiz? To'rtinchi qilgan ishingiz bu o'zingiz misollar tuzasiz. Ya'ni mission so'ziga boshqatdan o'zingiz misollar tuzishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Va o'shandan keyin, ya'ni o'zingiz tuzishingizdan keyin o'zingiz yozib qo'ying. Siz mana shu so'zni mukammal o'rgangan bo'lasiz. Va bizda space repetition deyiladi. Ya'ni shunaqa space learning deyiladi. Mana shu shunaqa atrofda deydi. Ya'ni siz biroz vaqt o'tgandan keyin deydi, bir kundan keyin, bir haftadan keyin va bir oydan keyin bu so'zlarni takrorlab yurishsiz. Ya'ni bizda takrorlashimiz kerak bo'lgan. Bir kunda, bir haftada, bir oyda takrorlasangiz, lug'atda siz zo'r o'rganib olasiz. Ya'ni bir kun, bir hafta va bir oy takrorlash. Takrorlash. Bir so'zni o'rganish uchun bir oy takrorlab yurishim kerak. Bitta so'zni o'zini emas, umumiy so'zlarni o'xshi ko'rib yurish kerak bo'ladi-da. O'shani zo'r o'rganasiz. Men ham shunaqa o'rganman. Ondan keyin 8 adam o'rganib ko'ryapsizmi? 8 adam o'rganib ko'ryapsizmi? So, bu undan keyingi vazifamiz bo'ladi, ya'ni reading. Buni siz uyda o'qigan bo'lishingiz kerak edi va hozir siz bizga buni o'qishni o'rgatasiz. Qanday o'qish kerak edi? Boshlaymi? Yes, you can start. Mission objective. Aha. Secure Secure the base. base. Boshqa so'rayapmiz. Aha. Enemy Location. location near the Road. road. Aha. Alpha Aha. unit Unit. unit. Aha. Advance Yes. first First. first. Yeah, first. Hop. Start team Start time. time 0600 Aha, you can say like 6 in the morning, right? 6 In the morning, right? Ertalab 6. in the morning PM, right? AM. Ah, Как раз. So yeah, we have hours, right? İngliz tilida biz soatlar bor. Va kunda qanday qilishimiz mumkin? Endi soat shunaqa bo'linadi. Bular deylik kunning yarmi bu tarafda, ya'ni kechki qismi PM yoziladi. Bu tarafi ertalabki qismi AM yoziladi. Tushunarli? Xuddi shunaqa bo'ladi. Bu nishonga o'xshaydi ekan. Nishon nima degan ingliz tilida? Nishon. Прицел. I don't know. Don't know, right? Target degan. Target. Nice. Zakamana. So yeah, this means target. Xo'p, task. Bizda ingliz tilida deylik, biz xizmat safariga biror joyga bordik va bizni birinchi o'tirib qilishimiz kerak bo'lgan ish o'zimizni tanishtirish. Ingliz tilida biz o'zimizni tanishtirishimiz kerak. Qanday qilib? Ismi keling buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, how to teach? Mayli jo'nab qo'yamiz. Oyimizni kesib olamiz. Why introduction matter? Introductions matter. So in the military, xo'p demak biz qayerga bordik, o'zimizni tanishtirishimiz kerak va qanday tanishtirish kerakligini bilmayapmiz. Xo'p, keling buni qayerda bo'lib chiqsak bo'ladi? Name, role, unit. Sorry for that. Is this one? Name, role, unit, purpose. Sorry. Is this one right? Xo'p. Shu tanlayapman, mavzu qiyin bo'ladi. Xo'p, o'zimizni tanishtirishimiz uchun bizda golden rule bor ingliz tilida. Qarang, 30 sekund so'ragasingiz bo'ladi yozib qo'yibdi. Xo'p, a good introduction is short, clear and confident. Nima degan ekan? Short nima degani? Kalta. Qisqa, ya'ni qisqa ravon bo'lishi kerak. You don't need to speak lots, right? No long stories. Xo'p, birinchi o'tirib ismingiz va pozitsiyangiz, qanaqa rolda ishlaysiz, qanaqa lavozimda ishlaysiz, o'shani unit va purpose. Purpose nima? Cel. Cel. Yaxshi, o'shani rasmga chiqishimizda. Qarang, qisqa bizda introductiondan bitta misolimiz bor. Hello, deylik, siz kattaroq lavozimda generalga kelib qoldingiz va siz o'zingizni tanishtirishingiz kerak.
So, good morning. So, so'rayapti. Who are you? So'rayapti. So, misolni, hello, my name is Aziz. I'm a soldier. I work in the logistics unit, right? I'm here for training. Maqsadimiz nimaga kelganimiz haqida. Shunaqa maqsadda aytishingiz kerak bo'ladi. Bitta misol keltirib ko'ringchi. Ismlarni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Pozitsiyani almashtirishingiz kerak bo'ladi. So, you can try it now. Good morning. My name is Arzaim. I'm a doctor. I work in I work in the medicine unit, medical unit, I mean, and I'm here for learning English. So nice. You did it well. Good job. So let's move on. Shuni yodlab olishingiz uchun sizga uyga va'da beraman. Shu narsani daftaringizga yozib olasiz, xo'pmi? Yozib oling. So you can take a picture as well if you wish. Rasm olsangiz ham bo'ladi. Hozir zamon rivojlanib ketganligi uchun telefonga rasm olish ham mumkin. Mana, rasmga olamiz. This is so nice. Xo'p. O'z darsimiz shunday bo'ladi dedi. Darsimiz sizga yoqdimi? Qalay bo'ldi? Yaxshi. Xo'p deylik, siz qolgan o'quv markaziga ham bordingiz, ismini aytmaymiz va o'sha o'quv markazlar bilan men oldin kelganingizni solishtirib qaraganda qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi, zo'r bo'ldimi, yo yomon bo'ldimi? Yo'q. Qolgan учебный centrlarda ustoz faqat tushuntirib ketardi, misol aytmasdi. Lekin siz misollar bilan yoritib berdingiz va o'sha menga yoqdi. Sizni kurslaringizga yozsam bo'ladimi? Albatta, yozdi.